Barchaga salom. Salom Texnoman.uz, salom UzGeeks hamda salom mening doimiy kuzatib boruvchilarim. Va nihoyat qisqa tanaffusdan so'ng men yana Adobe Photoshop dasturi bo'yicha Texnoman.uz saytiga, ya'ni dizayn, grafika hamda ovoz bo'limi uchun video kurs tayyorlashni boshladim. Oldinda nega kurslar tayyorlamaganimni esa o'z bu video bloglarimga joylaganman. Buni kirib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Albatta mo'min.uz hamda youtube.com saytlarida mavjud mana keskin yangi loyihalar. Agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, men Facebookdagi sahifamga yoki bo'lmasam Telegram messenjerimga yuborishingiz mumkin. Demak, men aynan hozirgi paytda juda ham ommalashib ketayotgan, hattoki aynan ushbu ommalashuvni yo'q qilgan sababchisi o'zim edim. O'sha muammoni yana qayta ochishga harakat qildim. Ya'ni hozir biz Telegram messenjerida stiker yaratishni o'rganamiz. Albatta bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu Telegram messenjerining o'zi beradigan example, ya'ni sticker example. Bu mana quyidagi manzil, ya'ni telegram.org drop image drop sticker example.psd. Buni o'zi stickers bot avtomatik beradi. Albatta buni ichini albatta yuklab olamiz. Ushbu narsa bizga rasmimizni hoshiyasini ishlashda juda ham asqotadi, ya'ni chekkasini. Demak, bu yuklanguncha men botdagi bir-ikki bilan tanishib o'taman. Hozir botda juda ham o'zgarishlar ko'payib ketdi. Buni Photoshop darslaridan tashqarida tayyorlashga harakat qilaman. Bu esa faqat blog uchun. Hozir mana shunday ko'rinishda chiroyli stiker tayyorlashni o'taman. Albatta mana bunday multfilm qahramonlari hamda alohida. Hozir sizlarga alohida ko'rsatgan bo'lsam, dizayn shouning, ya'ni dizayn jamoasining stiker to'plamlari juda ham ajoyib chiqqan. To'g'risi uzun nechadan maqtashga imkoniyat qilaman. Demak, mana bizning stiker examplimiz ko'chdi. Unda Adobe Photoshop dasturini ochamiz. Ko'rganingizdek, va nihoyat men Adobe Photoshop dasturini qora stilga almashtirdim. Bu oson emas ekan. Siz ham o'rganib qora ko'zni og'ritmaydi, ham ko'mliroq. Demak, edit tugmasini bosamiz hamda bu yerda preferences bor, bu yerdan esa general yoki bo'lmasa Ctrl-K. Demak, bu yerda ko'rganingizdek quyidagi sozlamalar ochiladi. Bu yerda interface bor, interface esa Color ko'rib turganingizdek o'zingizga mosini tanlab olasiz. Men eng to'g'rini oldim. Demak, biz davom etamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bizning stilimiz mavjud. Albatta buni ustiga 2 marotaba bosgan holatda layer style ni new style qilgan holda saqlab olamiz. Demak, mana bu yerga bizning hozirgi stilimiz tushdi. O'zim stil o'ta ko'pligidan mana. Endi esa biz demak birinchi shaxsiy rasmlardan tayyorlashni o'rgatadi, chunki birinchi eng sodda tayyorlagan darsimda shunchaki o'rgatib ketaverganman, ovoz hamda past chiqqan. Demak, hozir men shunchaki namuna sifatida biror rasmni ishlab ko'rsataman. Mana buni olamiz. Kesib chiqish juda ham ko'p vaqt oladigan hisobga olinadi. To'xtatib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, buni birinchi kesib chiqamiz. Xohlasangiz poligonal lasso tooldan foydalaning, xohlasangiz o'chirishda ham har xil turi bor. Iloji boricha o'sha 90% kaptalida qo'yish kerak. Men hozir so'tuvdan foydalanib sizlarga kesishni ko'rsatib qo'yaman. Demak, erinmasdan keyin qolgan joyini to'g'rilab olsa bo'ladi. Qiyin ish emas. Oycha qoldirib qo'yib yana bir ko'rib chiqiladi. Albatta mehr berib qo'ygan narsalar ajralib turadi. Sonra hozir kesib tashlashni ko'rsatgan bo'lsam, mana 3 ni topguncha shu joyimizni Ctrl tugmasini bosib, alohida bosib delete qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek tayyor bo'ldi. Mana men hozir taxminiy kesib chiqdim.
xotirjam qo'yamiz. Hozir sizlarga shunchaki tayyorlovchi example orqali ochishni o'rgatdim. Agarda alohida o'zingiz qilmoqchi bo'lsangiz, sim saqlab olgandan keyin new holatida 512 ga 512 pixel resolution 72 bo'ladi. O'shanda bajarishga tushadi. Hozir esa men shunday bo'yicha qoldiraman, shunday bo'yicha. Demak, bizda pastga hech qanday layer yo'q. Adjustmentdan ranglarni sozlash mumkin. Bu juda ham agar ranglarni sozlasangiz chiroyli chiqadi. Bu yerda dodgetim bor. Buni ham o'xshatamiz. Hamda mana bu yerda stylesdan shu oxirgi stilimizni ko'chiramiz. Hamda layerimiz uchun qo'llaymiz. Sizga hech qanday o'zgarish ko'rgan yo'q. Aslida lozim men sizga o'zgarish bo'lganini ko'rsatib beraman. Chunki fon qo'yib mana ko'rganingizdek bo'ldi. Bu Telegram messenjerda har xil ranglarni ajralib turuvchi cho'qinlar, har xil holatlarni moslash mumkin. Chekkalarni qirali qilib kestirib moslash mumkin. O'zining bir dizayni bor. Bu esa eng oddiy usul. Endi bu yerga yozib ham qo'yishimiz mumkin. Shift ko'pligiga sal qiynalyapti ko'rib turadi. Xohlagan yozuvda xohlagan shift. Texnoblogger. Hamda ushbu stillar foydalanib turli xil holatda yozuvlarni tanlashimiz uchun bevel and emboss yordamida size kattaroq qilib mana gradient farq qilib tayyorlasa bo'ladi. Bu yerda keyin color overlay o'zgartiramiz. To'g'ri. Quyidagi holat. Endi buni saqlash kerak bo'lsak, file save as osonroq nimasi. Demak, yozamiz. Qanday nom kerak bo'lsa, sticker. PNG holatga tuzib olamiz formatni, saqlaylik. Hamda smallest node. Demak, rasmimizni ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek shaffof bo'ldi. Demak, buni hozir hajmi ko'rganimiz 230 kilobayt bemalol javob bera oladi. Men hozir sizlarga hech kimga aytmagan sirimni aytaman. Bir ikki kishi bilishi mumkin, lekin bu juda ham jiddiy sir. Demak, file save as to'g'ridan-to'g'ri sticker qilib saqlash, ya'ni PNG ga o'zgartiramiz. Mana bu yerda PNG kengaytmas ko'rinib qoladi. Sticker.web formatni web qilib qo'yamiz. Web saqlanib qolamiz. Okay. Webni faqat Google Chrome brauzeri ocha oladi. Hamda Telegram Messenger orqali to'g'ridan-to'g'ri ketadi. Hozir men biror kishiga jo'natib ko'raman. Demak, mana tayyor stiker. To'plamga qo'shishim shart emas, faqat belgilarda yo'q bo'ladi xolos. Menimcha shu darsning barchaga tushunarli bo'ldi. Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, xabar yordam so'rashingiz mumkin. Qandaydir stikerlar yoki bo'lmasa o'zim tayyorlagan stikerlarning rasmlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamda men bir qancha botlarni topib qo'yganman. Biz davomida aytib o'tganim yo'q.
so'rasangiz aytishim mumkin, shularni hammasini berishim mumkin. Faqat siz so'rashingizga bog'liq xolos. Hozircha esa 8-darsim shundan iborat edi. Keyingi darsda aynan nima bo'lishini siz hal qilasiz. Demak, 9-dars yanagi hafta shanba yoki yakshanba kuni nasib qilsa sizlarga taqdim etaman. Faqat qanday mavzuda bo'lishini aytsangiz bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Mushod bo'ldi. Keyingi video bloglarimni ko'rish uchun xayr.